Bir texnikalari bilan 870 dollardan qo'yib yubormayman. Bo'ladi yana. Qo'yib yuborgan, okey. Bo'ladi yana. Hamma narsalar bilan Novostroyka dom 870 dollardan ulgurib qolinglar. Mana qarang, podyezddan kirdingiz, duplex kvartira, tepa qavatga chiqib ketaverish. Bu yoq tarafda sanuzellar joylashgan. Bitta ochib ko'rsating. Ko'rasizlar, kir mashinalar ham qo'yib qo'yilgan. Oyoq tagiga polovoy отопление qilingan. Koridordan yurib kelasiz, chap qo'lda, o'ng qo'lda sirazi oshxona. Ko'rib turgan hamma narsalar qoladi oshxonada. Uni yonida mana ishi bitta yotoqxona, spalni bo'lsa, to'g'ri yurib kelar ekanmiz. Bu yoq kattagina mehmonxona, lyustralari, hamma kerakli sharoitlari qilingan, konditsionerlari ham ilingan, oyoqdagi polovoy отопление kelgan, radiator yordamida ham isitiladi. Xullas, hamma narsalari bilan tayyor yangi Novostroyka kvartira. Duplex tepa qavatga chiqib kelamiz. Chap qo'lda mana shu yerda stroyniy shkaf qo'yish uchun ham sharoitlari bor. Uni yonida sanuzelda hammom tualeti, ko'rasizlar, razmeri katta ekan. Yurib kelamiz, uni yonida mana ishi, yana bitta xona, konditsioner bor, bu yerda ham. Ana mana ishi, yana bitta spalni, bolalar uchun qilib qo'ysangiz yoki ofisnoy xona qilsangiz. Mana bu oxirgi xona bo'ladi. Bu xonada ham konditsionerlari bor. Xullas, 130 kvadrat, o'shanda umumiy narxi 113.100 dollar pul bo'lyapti. Lokatsiyasi mana bu BYD avtosalonining yonidan kirasiz, Toshkent tumani bo'ladi. Bitta Novostroyka dom bor. 3-qavatda mansardasi bilan telefon nomerlarini pastga yozib qoldiramiz.